Mana bu Honor X9 da 80 gradusga ham chidaydi. Mana. Qo'lim kuyibdi. Telefon ishlayapti. 2 metrdan tashab ko'raman ekrani bilan. Telefon ishlayapti. 3. Telefon ishlayapti, hech nima qilgani yo'q. Ko'rgan bo'lsanglar 3 marta shu smartfonni test qildim. 2 metrdan balandlikdan tashlab yubordim, 2 marta hech nima qilgani yo'q. Oddiy suvda ham yuvdim, hech nima qilgani yo'q. Lekin IP69 ga sertifikati ham bor buni, IP68 ham sertifikati bor. Lekin issiq suvga chidamli smartfonni hali qo'limga ushlab ko'rmagan edim. 80 gradus issiqlik suv quydim, hattoki qo'lim ham kuydi, to'g'risi. Ekrani 6.7 dyum. Amaliyot ekran 120 Hz da ishlaydi. Ekran yorug'ligi esa 6000 nit. Prosessori Snapdragon 6 Gen 4, RAM xotirasi esa 12 GB. Mana buni men PUBG Mobile'da test qilib ko'rdim. 60 FPS ochsa kerak deb o'ylagan edim, yo'q. 90 FPS da qo'llab-quvvatlar ekan va siz o'yin o'ynayotgan paytingizda ham tez qisib ketmas ekan. Mana shu jihatlari menga yoqdi. Mana hayratga soldi. Nimaga deysizmi? Bunga naq 8300 mAh batareya joylashtirilibdi. 52 soat tinimsiz musiqa eshitsangiz bo'ladi va 24 soat onlayn video ko'rsangiz bo'ladi. Agarda sizni zaryadkangiz 2% qolganda, mana shu smartfonda super quvvat tejash funksiyasini yoqib qo'ygan bo'lsangiz, sizga 2 soatga chidab berar ekan. Standart holatda 3 kunga yetib beradi batareyasi, lekin menga esa 2 kunga yetib berdi. Ya'ni men PUBG o'ynab ko'rdim, videolar ko'rdim, Instagramda o'tirdim va hokazo boshqa ishlarni qildim. 2 kunga menga yetib berdi. Shunga yarasha tezkor zaryadkani ham qo'llab-quvvatlaydi, 66 vattda va komplektidan adapteri ham chiqadi. Buni siz power bank ham ishlatsangiz ham bo'ladi. Nimaga deysizmi? USB-C yordamida, ya'ni kabel yordamida boshqa devicelarni ham zaryadlasangiz ham bo'ladi. 7,5 vattda. Nimaga power bank bo'lmaydi? Chunki buni batareyasi katta bo'lganligi uchun 8300 mAh batareya turibdi, naqd. Asosiy kamerasi 1.8 megapiksel. Rasm tushirib ko'rdim, natijalari yaxshi. Buni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Va videoda 4K 30 FPS da ham tushira olsangiz bo'ladi. Esingizda bo'lsa, men Honor Touris va Touris Pro'larni obzor qilgan edim. O'shalarni menga operatsion sistemasi yoqgan edi, ya'ni Magic OS 9-versiyasi. Mana bunda ham Honor X9 da ham Magic OS 9-versiyasi turibdi va Android 15 da ishlayapti. AI funksiyalari yordamida sizni odatlaringizni o'rganib chiqadi va kerakli paytda sizga taklif qiladi. Buni yaxshi sun'iy intellektlari bor. Orqadagi odamlarni o'chirib tashlasa bo'ladi. Rasmga ko'zingizni yumib tushgan bo'lsangiz, FaceTune orqali ko'zingizni ochsangiz bo'ladi sun'iy intellekt yordamida. Eski rasmlarni tiniqlashtirish mumkin. Men shunaqa deb bildimki, ya'ni flagman segmentga mos arzon smartfon. Endi savol berishingiz mumkin. Xo'p, arzon, lekin narxi nech pul desanglar, 4,479,000 so'm. Obzor shundan iborat edi. Agarda sizga smartfon yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying.